Assalomu alaykum do'stlar, Premium Trade Akademiyasining kuzatuvchilari, bugun sizlarga O'sh shahridan maxsus reportaj bo'lib o'tadi, chunki O'sh filialimizni sizlarga yaqindan obzor qilib beramiz. Ayni vaqtda biz O'shdamiz, ko'rib turibsizlar, ajoyib O'sh yozuvi oldidamiz va biz Do'stlik chegara posti yonidamiz. Hozir birgalikda O'shda joylashgan filialimizga boramiz. Ofisimiz, u yerda o'quvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar barchasini yaqindan tanishtiramiz. Siz esa YouTube kanalimizga podpiska bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Demak, filialga qarab ketdik. Go! Do'stlarni ko'rib turganlaridek, orqamizda Do'stlik chegara posti, bu tarafdan o'tamiz. Asosiy magistral yo'l bilan shu taraf, ya'ni O'sh markazi tomon harakatlanamiz. Do'stlar, ofisimiz chegaraga juda yaqin bo'lgani uchun biz piyoda ketyapmiz. Hozir yaqin borgandan keyin o'zingizlar ham ko'rasizlar. Orqada ham ko'rinib turibdi. Masjid bor, uni oldida Rizvan kafesi bor va biz ofisimiz aynan Rizvan kafesining yonida joylashgan. Yuringlar. O'sh shahrida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ayniqsa ko'chada, umuman tashqi ko'rinishlar barchasi yuqori darajada o'zgarishlar bo'lyapti va O'shda o'zida bizning soha, ya'ni tradingga qiziqayotgan yoshlar ham juda ko'p. Rizvan kafesining yonida joylashgan ofisimiz. Kelinglar. Premium Trade Akademiyasi juda ham Do'stlik chegara postiga yaqin. Bu tarafda shahardan kelish, O'sh markazdan kelish. Agar Telegram kanalimizga o'tsanglar, lokatsiyani ham belgilab qo'yganmiz yoki-da ekrandagi nomerlar orqali WhatsAppga bog'lansanglar bo'ladi. Hozir ofisga kiramiz, ofisimizdagi sharoitlarni ko'ramiz. Yuringlar. Все на свои места, все на своих местах, не ждет лишь время. Mana ikkinchi qavatga chiqamiz. Ofisimiz shu yerda joylashgan. Bu hol, ko'rishingiz mumkin. Shu yerda o'quvchilarimiz o'tirib, bu yerda butun dunyoda kompaniyalari, brokerlari haqida ma'lumotlar bor, tanishishlari mumkin. Bu xona rahbarimizning xonasi, boshliqning xonasi, ko'rishingiz mumkin. Traderlar xonasi shunaqa bo'ladi-da. Xo'p, bu yoqqa yuringlar, amaliyot xonamiz bor. Bu amaliyot xonamiz, bu yerda o'quvchilar amaliyot qilishadi. Nazariya darslaridan so'ng amaliyot обязательно o'tiladi, chunki bu sohada amaliyot birinchi o'rinda. Bu yerda kirish chiqish nuqtalarini shu televizor orqali ko'rishlari mumkin. Doskada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Hozir bizda nazariya xonamizni ko'rsataman, yuringlar. Hozir mana bu nazariya xonasi. Bundan tashqari bizda ofisimizga tashrif buyurgan har bitta bu sohaga qiziquvchi do'stlarimiz bilan konsultatsiyalar olib boriladi. Bu mutlaqo bepul. Siz ham soha haqida nimagadir qiziqsangiz yoki tushunmagan savolinglar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, ofisimizga tashrif buyurib, o'zingizlarning savollariga javob olishingiz mumkin. Umuman olganda, Premium Trade Akademiyasida siz trading sohasi bo'yicha forex birja haqida, brokerlar haqida barcha ma'lumotlarni to'la-to'kis o'zingizga yetarli darajada bilib olishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan Premium Trade Akademiyasining Qirg'izistonda O'sh shahrida joylashgan filiali qisqacha obzori bo'ldi. Endi keyingisida o'quv jarayonlarini ham obzor qilishga harakat qilamiz. Hozir bizda darslar boshlanadi. Ungacha esa videoni ko'ringlar, izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Premium Trade. Biz faqat ishonchlisini tavsiya qilamiz.